Boy asta keniga burilib, Can akaning chiroyiga qarab atgandan keyin bir xil zanglik qilgandek talaffuzda. Sen meni o'ldiraligining bilan yanada bu joydan tirik chiqib ketolmaysan. Men o'lasan. Peyğər Can cəmiyyətinin avladı buluş sübtüm bilan sana bir gapni hadiya qilay. Can cəmiyyəti əzəldən ölümdən qo'rqmaydi. Endi berib ölsang bo'ladi. Can aka shundoq deb qilichini boyning badanidan tortishiga boy o't bo'lib kuyib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Can akami bagli herib ketgan bo'lib boyning yo'qolishi bilan yerda o'ltirib qoldi. Arqamizdagi koridordan to'xtamay o'q ovozi kelyotdi. Men berib semizni yo'lladim. Yuziga necha shapaloq urgandan keyin semiz hushiga keldi. Vangning semizga suv ichkizib uningdan so'rdi. "Hey, semiz, qanaqroq tursa? Ma'lumsa?" Semiz birdan beshini tutib turgandan keyin beshini lingishdi. Men Can akani yo'lladim. Vanglin semizni yo'lladi. Biz tamning yana bir beshidagi koridordan kirib ketdik. Biz bu koridorda uzoq mangmayla oldimizga yana bir lahat uchirdi. Biz lahat ichiga kirganda qarab tanqitib turibdi qilishdik. Oldimizda nihoyat cho'ng bir tosh jasad sanduqi og'zi ichib etilgan holatda turibdi. Buni kim ochdi endi? Men shundoq deb boshqalarga qaradim. Hammalarning chiroyida ajablanish chiqib turibdi. Biroq Can akalar hayron qolmagan edi. Can aka jasad sanduqi birdan qarab turgandan keyin, "Ansirmanglar, bu jasad sanduqining egisini xeyli burun bir taraf qo'ygan." "Ha? Acaba sen bu qabrga burunni tushib boqamma?" "Yo'q. Boyamsaning kayninglarda kelayotgan chig'imda men yana bir kamanni bayqadim. Men kamanni tekshirib boqay deb kamanning oldiga kelib qarab, bu kamanning hinda o'lganiga bir necha yil bo'lgan bir necha jasadni ko'rdim. Men jasadni tekshirayotganimda oldimdagi kamardan bir murda o'qdek chiqib, menga itildi. Men murdi bilan xeyli elishdim. Oxir murdan bo'ysundirib, beshini uzib o'tgandan keyin yenib qarasam, sizlar oldi-burun ketib bo'libsizlar. Men osh yo'lda bir mingib chiqishni o'ylab, murda chiqqan yo'l bilan menga boyqi 2 qavatlik lahatga kelib qopdiman. Qarasam sizlarni jasad burgisi qo'rshab olibdi ekan. Men ulgurib kelmagan bo'lsa, qanday ishlar bo'ldi ekan ta?" O shundoq deb gapini oxirlashtirdi. Bizmo boshqa gap qilmay yo'limizni davomlashtirdik. Biz shu arada bir necha soat mangandan keyin oldimiz tuyuqsiz past qarab tushgan palampay bo'ldi. Biz palampay bilan ostiga 10 necha metr tushgandan keyin oldimizda kengri bir bo'shliq paydo bo'ldi. Semiz yanidan balgi tapanchasidan birini chiqarib osmonga qaratib otdi. Balgi o'qi 10 metrcha o'rlagandan keyin bu bo'shliq ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Biz bu ahvollarga qarab inkimiz tushib qog'ili tasli qoldi. Oldimizda badini nihoyat tom, uzunligi 30 metrdan oshadigan, qarashgan bir ajdarhoga o'xshab ketadigan bir maxluq bir cho'ng toshning to'piga beshini elib turardi. Toshning to'pida yana bir odamning iskeleti bor bo'lib, qarashqilar nihoyat nafs ishlangan, sepi yoqutlar bilan bezalgan dasti qora oltindan yasalgan nihoyat o'tkir bir qilichni bu maxluqning beshining usti tarafdan sanjib qilichini tutgan holatda turardi. Bu manzara nihoyat hayvat bo'lib, biz qabr ichiga tushganda tosh tomni ko'rgan jonlo'yan bo'lishi mumkin edi. Jasad chirib faqat so'ngili qolgan edi. Bir qarashqa jasadning tosh ustidagi putida bir xotir bordek ko'rindi. Bu chaqda balgi o'qi kuyib tugigan bo'lib, biz qo'l chiroqlarimizni yuritib tosh tubiga keldik. Simiz qilichini ko'rib, o'zini bosolmay qilichni sug'urib ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Biroq Can aka uni to'sib olib eg'iz ochdi. "Biz qabrga tushgan chog'dagi heliqi yeriqda yanping bizga heliqi xaritini o'qib. Meningcha, xaritadagi manqulliq ajdarho mushi bo'lishi mumkin. U qilishga chiqilishga bo'lmaydi." Biroq Semiz Can akaning gapiga radiya berib, "Vay! Sen degan o ishqa nihoyat uzun bo'lgan ish bu. Meningcha ma'u maxluqmi tosh qatmiga aylanib bo'ldimikin?" Semizning gapi oxirlashmay turibla, orqamizdan qurolning qurolgan ovozi anglanib, yana heliqi ajnabiyning ovozi anglandi. "Qo'lingni ko'tarish, o'gir ablaqlar." Biz asta qo'llarimizni ko'tarishdik. Qarasam bu ajnabiylarmi xili jabot tatqandek qiladi. 6 odamdan hozir 3 qoldi. Bularning ichida heliqi boshlamchi ajnabiy, yana bir tarjimon ajnabiy, yana bir qo'g'ilg'ichilar hayot qopdi. Men ularni mansitmagan talaffuzda so'radim. "Ey siriqtuk, qolgan yaramas odamlaring qani? O'ldimi?" Mening bu gapimni anglab, boshlamchi ajnabiy keliblar meni qurol bilan birini urib yotqizib qo'ydi. "Mana sana, sharaqning kasal ko'pilari.
Wang Lin mening tayoq yeganimni ko'rib darhol qo'lini qurolga uzatishiga yana bir qo'dug'uchi ajnabiy Wang Linning o'ng murisiga bir poy o'q otdi. Wang Lin o'qning zarbasidan yerga yiqilib jimni yotadi. Acaba Wang Lin o'ldimi? U ondoq oson o'lmas. Bu ish bakda tuyuqsiz yuz bergan bo'lg'achqa hamda bizga batlaklik qurol uchi qarab turg'achqa biz ortiq harakat qilolmadik. Meni urgan ajnabiy tosh ustida turgan iskilarni ko'rib uning qishig'iga yaqinlashmoqchi bo'ldi. Jang aka uni to'smoqchi bo'ldi. Lekin unimi hiliqi Wang Linni atgan ajnabiy etivatdi. Jang aka Vayjan degandan keyin ajnabiyga qarab, "U qilishga hargiz chiqilma. Agar qilishni tutib qolsam, hammamiz o'lamiz." "Voy, hajab hammani biladigan-dakli so'zlab ketding-ku. Ishingni qilish o'lgirablaqla. Biz ata-aytan necha birodarimizdan ayrilib mo'shaga kirgan ekanmiz. Bu qilish bilan jasadning putida dastlab turgan kitobga erishmay chiqib ketmaymiz." Ajnabiy shundoq deb qilishini tutib tortibatdi. Iskeletmo necha-poch bo'lib chechilib ketdi. Ajnabiy qilishning yenidagi tarjimon ajnabiyga tutqizib qo'ydi. U qilishni ko'taramadi. Boshlamchi ajnabiy kitobni qo'liga olib, eg'izini tig'i ichib ko'rishga ulgurmay turibla, yerda yotgan uzun ajdahoga jon kirib, yo'g'on qip-qizil mudhish ko'zini ochdi. Ajnabiy uni ko'rib titrab ketdi. Bu tig'i hayotkango, bu soat qanday desa? Ajnabiyning gapi oxirlashmay turibla, ajdaho beshini ko'tarib, ajnabiyga yirginish nazarda so'g'uq tikildi. Orqadilla inkosga kelib, qurolni olib ajdarhoni o'qqa tutdi. Lekin o'q xuddi toshga tegayotgandek ovoz chiqarib, ajdarhoning qop-qora qasriqini tishalmay o'tadi. Ajdarho tirikda bo'lg'ay ikki ajnabiyga birli etilib, birisini butunla, yana birisini ustunki badanini yevatdi. Hammamiz qo'rqqanimizdan o'rnimizni midirlamayli qoldik. Ajdarhoning nazari amdilikda bizga tushdi. Bizmo qo'limizni qurolni olib yetishib ketdik. Wang Lin baya qasdan yetib oldimi yoki o'q ovozidan hushiga keldimi yo ish qilib, o'rnidan turibla avtomatni olib ajdarhoni etishga boshladi. Bir-birlab hammalarning qurolida o'qtigab, qurol qaras-qurus qilgan ovoz chiqdi. "Hey! Qaysinglarda zapas o'qma! Meni o'qim tugabdi. Hey ajnabiy, senda o'qmami?" "Bendimi tugabdi, baya sizlarning kayninglardan kelayotganda murda uchrab qilib shu yerda tugab ketgan." Jang aka birdam o'ylanayotgandan keyin yana esib olgan chilin qilichini chiqarib, qinini temitib bizga qarab, "Sizlarning diqqatini tortinglar. Men uni bir tarafga vitay." U shundoq deb ajdarhoning kayni tarafiga o'tib ketdi. Men tezlik bilan qo'limga kichik tipdagi qo'l tapanchisini olib ajdarhoning diqqatini tortdim. Biroq o'ylamagan yerdan otgan bir pay o'q dal ajdarhoning naq so'l ko'ziga tekkan edi. O'q ajdarhoning so'l ko'ziga tegishi bilan ajdarho har tarafga o'zini urib, to'risini ko'tarib turgan toshlarni bir-biriga so'qib, o'nkirni xuddi bir jang maydoniga o'xshatib qo'ydi. Ajdarho birdan o'zini shundoq urgandan keyin asta-asta tinchlanib, o't yoqunjab turgan bir ko'zini bizga tikdi. Ajdarho birdan tikilib turgandan keyin birini xirildib o'tib, bizga qarab etildi. Bizmo taraf-tarafga qochib, ajdarhoning hujumidan o'zimizni ep qochib o'tdik. Bir chaqda semiz osmonga qaratib balga o'qidan bir pay atdi. Jang aka hiliqi ajnabiy elevatgan qilishni qo'liga elib, ondan kitobni ichib birdan qarab turgandan keyin bizga qarab kulib qo'yib, qilishga qinini timitib jang holatiga o'tdi. Semiz atgan balga o'qi osmonga 10 necha metr o'rlagandan keyin ko'yib op-oq sovuq nur taqatdi. Ajdarho tuyuqsiz to'xtab, ko'zini etib olib, o'zini yerga tashlab yetib oldi. Fursatni g'animat bilgan jang aka qilishni ko'tarib yerda midirlamay yotgan ajdarhoning beshiga shiltidi. Lekin ajdarho bilan bir to'lg'apla bu hujumdan o'zini ep qochdi. Qilich yerga tegib to'xtadi. Balga o'qining nur ojizlashiga boshladi. Ajdarho ko'zini asta ochib, oldida turgan jang akaga yirginish nazarida qarab turdi. İkisi aşındaq neçə daqiq turgandan keyin ajdarho eg'izini o'nkirdak ichib jang agini yemakchi bo'ldi. Təklimakonga səfər namlıq bu avazlıq əsərimizin bugünkü qismi muş yerdə ayaqlaşdı. Yaqtırıb anlığınızğa rəhmət.
bir shumliqni sizib turdi. Hammanglar qo'linglarga qurolni ilib tayyor turinglar. Aset! Orqangga diqqat qil. Nima? Bu bir murdi ekan-ku. Nimaga qarab turibsizlar? Tez yetinglar. Atmamsizlar. Ballari, qumluq odatdagi joy emas. Asli bu joyga kelmasanglar bo'ladi. Men sana deb qo'yay shumtak. Sendek texi burdimi xatta atmagan odam qabrining qanday joy ekanligini uxlab tushunimi bilmaysan. Jang jamoati qabrisiga tushgan ekansan. Tirik chiqib ketaman deb xom xiyol qilishma. Yo'yuan! Meni qo'yvat o'ldirablar. Men Yo'yanni qutuldirman. U bizni deb o'ldi. Jasad bo'lgisi bu bir nimlarga o'qir qilmaydi ekan. Endi biz bu yerda o'ladigan bo'ldik. Peyqirsimiz bundaqni o'ladiganimni o'ylabmi boqmabdiman. İkisi aşındaq neçə dəqiq turğandan keyin ejderha ağzını önkürdək içib Can Akını yeməkçi boldu. Can Akımı özünü ejderhanın ağzına atdı. Can Aka ejderhanın ağzına xuddi önkürüge kirib ketgəndəklə kirib getdi. Ejderha bizga qarab əmdi hücumga o'tay deyishiga beshining cho'qisidan qilichning uchi chiqib ejderha tipirlab ketdi. Qilich birdan u yerdan birdan bu yerdan chiqib ejderha oxiri yerga yiqilib jon taslim qildi. Biz hammamiz birib ejderhanın ağzını açıp qarasak Can Aka qonga milangan holda ejderhanın ağzida yotatdi. Biz onu tartib chiqarganda u allıburun bir putidan ayrilgan ekan. Aslida Can Aka sakirgan chaqda bir puti ejderhanın tishiga ilinib qolgan ekan. U putini tartishga ulgurmayla ejderha ağzını etib uning putini tishlab uzilib ketibdi. Biz dori sandiqini elib oddiy davolash elib borgandan keyin Can Akani elib chiqish yo'li izladik. Bu çağda Can Aka huşidan ketib bo'lgan edi. Semiz Can Akani yudib mangdi. Biz shundoq birdan mangandan keyin oldimizga bir tash eshik uchurdi. Tash eshikni ochib ichiga qarab hayron qoldik. Oldimizda ko'zlari qip-qizil yonadigan, turqi yo'lvas qo'xshaydigan, badani chirib ketgan g'alati maxluqdan birisi bizga qarab turardi. Yeliqi ajnabiy oldiga o'tib qo'liga bir dona qilishni olgandan keyin bizga qarab, "Bu yerdan cho'qim hayot chiqib ketinglar." O shundoq deb menga bir xotirni berib, menga kulib qo'ygandan keyin yana g'alati maxluqqa qarab turdi. Men uningga qarab, "Birodar, bizga qahramonlar kerak emas. Tez orqangga yon. Bu yerdan hammamiz tang chiqib ketaylik." "Yo'q, men qabridan hayot chiqqan bilan sirtqa chiqsam boshqalarning qo'lida o'laman. Xo'jayinim o'ldi. Meni cho'ng xo'jayin hargiz hayot qo'ymaydi. Tez chiqib ketinglar." O shundoq deb tosh eshik ichiga kiribla eshikni taqib Biz hammamiz ajnabiy birodarga harbiycha salom berib atgandan keyin orqamizga yandik. Biz 10 necha metr mangmayla tosh eshik ichidan ajnabiyning echinishliq vaqirgan ovozi anglandi. Biz birdan mangandan keyin oldimizga bir kichik tushk uchurdi. Biz tushk ichiga kirib necha aylanmadan aylanib, necha och pishib mangandan keyin oldida mengayotgan Vanglin tuyuqsiz o'rnidan turdi. Hayron bo'lib qarasam, semiz Can Akani ko'tarib, umi o'rnidan turdi. Ondan men chiqib qarasam, tog'ning kechilik osmoni ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Biz tog'dan kechilab tushdik. Bo'lmasa Can Akaning hayotiga xavf yetadi. Biz tog'dan atsiz harda tog'dan tushdik.
Biz tağdan tushibla Changsha shaharlik doktorxonaga berib, Jang akani doktorxonaga o'rinlashtirdik. Bir necha kundan keyin doktor menga telefon qilib, meni bir kelib ketishga buyurdi. Men borgan chaqda Jang aka tig'i hushiga kelmagan edi. Men doktorni izlab kirib, uning ahvolining qandaqligini so'rganimda, doktor menga qarab, "Ha, qo'yna. Joyinimning ahvoli yaxshi. Sizni chaqirishimdagi maqsad yaqini bir odam qatnash voqeasiga uchirgan edi. U odam oqshom o'lib ketdi. Oilaskilar joyinimning ahvolini ko'rib, o'lib ketgan odamning putini uningga iyon qilmoqchi bo'ldi. Sho'ng sizdan avval so'rab, ondan maslahatlashay deb sizni chaqirgan. Sizning chiqandoq?" Bo'ladi doktor. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Men hayajonlangan holda shundoq dedim. Doktor menga operatsiyaning ati bo'ladiganligini, ortiqcha ansirmasligimizni aytib, meni yo'lga soldi. Atsi Jang aka operatsiyadan chiqdi. Qarasam uning puti cho'ng oq doki bilan tingiqliq edi. U operatsiyadan chiqqandan keyin doktor bizga uning qishida uzun turmasligimizni aytib, bizni yo'lga soldi. Men uyimga kelib, heliqi ajnabiy menga bergan xotirni olib o'qib qarasam, xotirda sapli inglizcha xatlar bor ekan. Men Wanglinga telefon qilib, uningdan chet el yoziqini o'qiy oladigan yoki o'qiy olmaydiganligini so'rasam, u o'qiy oladiganligini, oqshomlikqa mening qishimga keladiganligini aytib, telefonni qo'yibdi. Soat 8lar bilan Wanglin semizni boshlab mening uyimga keldi. Men uningga heliqi xotirni ko'rsatsam, u xotirni birdan o'qigandan keyin bizga qarab, "O'lgir. Biz ochgan qabrning hammasi degidek, tekli makondagi Karoran xonishning urug' tuqqanlarining qabrsigan. Hatto Mao Jang jamiyatining qabrimi shu ish bilan munosabatli ekan." Wanglin, bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Tekli makon degan Xinjiangda, bu qabrlarning biri Jiangsuda, yana biri Changshada. Hamma qabri bir-biri bilan qilchib bog'lanishi yo'q-ku. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Buni menmi bilmadim. Bu xotirda yozilishicha, buni ejdironing bir kishi deb atabdi. Bumi bir g'alit ish bo'ldi endi. To'xta. Xotirning bu betida bir xarita bor ekan. Wanglin shundoq deb xotir ichidan bir xaritani chiqardi. Biz xaritani ochib qarab, 3 oyga chikit urug'liq ekanligini ko'rdik. Men bu xaritaga bir qarabla, bu chikit urug'liq joylarning hammasiga biz berib boqqanligimizni bildik. Bu joylarning biri qumliq, yana biri Jiangsu, yana biri Changsha ekan. Biz uyan o'ylab, buyan o'ylab, hech bir natijani bilolmay turgan chaqda, semiz quliga qalam ilib, chikit joylarni tutashtirdi. Qarabla hayron qopdiman. Ejderhaning bir kishi, qaranglar, qumliq ejderhaning beshi ekan. Jiangsu o'tirisi, yana agilgan yeri Changsha bo'lsa quruq ekan. Bu dal ejderhaning bir kishi deb atildi. Men o'ylanmayli shundoq debdiman. Wanglin birdan turgandan keyin menga qarab, "Peqir Wanglin, bu ömürde birli vaqtda ejderha birikkan qabrni ochdi. Mening endi o'lsam armonim yo'q." U shundoq deb kulib qo'ydi. Biz birdan shundoq paranglashgandan keyin, buningdan keyin qanday qilish to'g'risida paranglashdik. "Ey, Wanglin, sen keyin nima ish qilasan? Yana qabri qo'lab yurmaydigansan?" Yo'q endi. Topgan pulimga bir do'kon ochaman. Ondan chiroyli xotindan birini ilib, kunimni xotirjam o'tkazaman. Semas, undaq desanchi? Sen nima ish qilishni o'ylashyapsan? Ha? Men nima ish qilay? Beqiri Semiz begimning topqinim o'zimga yetadi. Men endi Beijingning Avat ko'chasidan uydan birini ilib, kunda quyoshning petishidan huzurinib o'tiraman. Senchi, sen nima ish qilishni o'ylashyapsan? Men yana shu do'konimni ochaman-da. Qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Biz shundoq deyishib, kashti mening uyimni qo'nib, atsi Wanglin bilan semiz ikkilisi ketdi. Menmi do'konimni ochdim. Wanglin bilan go ancha-muncha paranglashib turdim. Lekin semizni ko'rib boqmabdiman. U shu ketguncha qayta Changshaga kelib boqmadi. Jang akaga kelsak, uning puti saqiyishi bilanlar, uni doktorxonadan qochib ketdi. Doktorlar menga telefon qilib, hisobotni menga döngab qo'ydi. Men shuningdan keyin uni ko'rib boqmadim. Tekli makonga safar nomli bu ovozliq asarning eng oxirgi qismi musharda oyoqlashdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.